Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va Agromash Elite kompaniyasining qadrli kuzatuvchilari va obunachilari. Hozir biz sizlarga FM World 1604 traktorini haqiqiy jaydari obzor olishga dalaga keldik. Ya'ni Qashqadaryo viloyati Qarshi tumaniga. Akalar, xudo xohlasa traktor faqat salonda emas, yo turgan joyda emas, dalada jaydari obzor qilishga keldik. Sababi akalar traktor dalada gapiradi, dalada o'zini ko'rsatadi. Akalarimiz xudo xohlasa bizdan traktor xarid qilishgan, 5 korpus pulga kelib yer haydayapti. Haydalgan joylarni ham ko'rsatib o'ting. Birinchi zagonga tushdi akalar. Mana akalarimiz xudo xohlasa Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidan bizdan FM World 1604 traktorini xarid qilishgan. Akalar, rostini aytaverasizlar, chestni obunachilarimiz uchun texnika qanday? Yaxshi. Yangilikdan bir aydayman. Aytchilar akasiga yo'q. Boshqa brendlar bilan bemalol konkurensiya qila oladimi texnikamiz? Shu yog'ini vaqtida almashtirib, havo filtrlarini vaqtida almashtirib tozalab tursa yaxshi keladi. Texnika, jaydari texnika, bemalol traktorchi odam haydab tushunib ketadigan narsa. Bir murakkab joyi ham yo'q. Texnikani ko'rsatib o'ting. 5 korpus puliga qanaqa nagruska beryapti aka? Nagruska olmayaptimi yo ma'muriyatga yordam beryaptimi ancha? Yaxshi. Bildirmaydi. Yana bitta ustunlik jihati akalar, bu texnikamiz injektor emas, apparatura. Ko'p dehqonlar shuni xohlaydi. Shunday. Bahrudin akamiz ham bizdan naqd pulga xarid qilishgan. Bu ikkita yurtdoshimiz ham, obunachimiz ham Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidan bitta emas, ikkita traktorni bitta tumanga sotganmiz. Bahrudin aka, siz o'zingiz qanday? Texnikani o'zingiz haydab ko'rdingiz-a siz ham? Haydab ko'rdim men, zo'r. Shuning uchun mana shu oddiy apparat uchun oldim shu texnika xarid qildim. Mana shu texnikalar shu qulayliklari ko'p. Charchatmaydi odamni. O'zim haydab ko'rdim, zo'r. Brendi misol uchun brenddagi qanaqadir kattaroq brenddagi texnikalar bilan bemalol konkurensiya qila oladi texnika. Qiladi, 100% qiladi. Endi texnikamizni ham bitta sekin ko'rsatib o'taylik. Hozir akamiz haydab ko'rsatadi. Aka bitta zavod qilib, bir yurg'izib, ana qilaylik texnikani. Videoni ko'rib turlar. Motor ovozini eshitasizlar hozir. Apparaturani yaqinlashtirib ko'rsating. Injektor emas. Akalar mana motochaslari 1060 soat. FM World 16 traktorimiz 1604. 5 korpus plugda. Qulayliklari qanday aka, yaxshimi? Qulaylik yaxshi. Konditsioner bor, pechkasi bor, qish kuniga, yoz kuniga konditsioner. Oldingi zamonlar qolgan aka eshik ochib yurib chang kiryapti. Yo'q, zo'r, yaxshi texnika. Hali biron joy akkasiga yo'q. Nasib bo'lsa hech atkazib emasmi hozir medium aka. Vaqtida yog'ini almashtirib, havo filtrlarini vaqtida almashtirsangiz, asistentlarni, suvlarni to'kib tursangiz, zo'r texnika. Uyaltirgan texnika. Yangilikdan beri va shuncha soat bo'ldi, 1 soat bo'ldi, o'shanda bir akasiga yo'q. Bemalol, misol uchun akalar hozir 5 korpus plug tortyapti. 4 korpus plug esa o'ynab ko'rsatilgan. Zavodskiy lekki pluglari ham bildirmaydi. Traktorimizda yana aytib o'tib ketamiz, 160 ot kuchi akalar. Traktorimizda salon qismiga keladigan bo'lsak akalar, 4 tali korobka bilan jihozlangan. Bundan tashqari traktorimizda reverslari ham mavjud. Aka, siz ko'rsatgan chiqishlari qanaqa traktor? Yaxshi. Osonmi? Ha, oson. Mexanika hammasi. Judasi qanday muftalari bir qadar qattiq juda meniga. Juda qulay, hamma sharoit bor. Tormozlari bor, joyida hammasi. Orqa zadniy kameralarigacha mavjud akalar. Traktorimiz 5 korpus plugda. 5 korpus plugga indamay tortyapti. Mana oborotlarigacha 15 ming oborot yurtdagi texnika. Yoqishlarini yoqishi tushdi.
Texnikamizni ishlash jarayonini ko'rdinglar. Endi qisqacha parametrlarni tushuntirib o'tib ketamiz. Transmissiya, motor qismlari, motorlarimiz yuchak akalar. Transmissiyasi yangilangan variantda, ya'ni texnikamizda reversgacha qo'yilgan. Bu shopir uchun ancha qulaylik yaratadi. O'sha ko'p inovativ traktorlarda uchratgan narsada revers, oldiga orqaga bitta richag orqali korobkamiz 4 talik. Mana shu payishinisi bo'ladi. Endi sizlarga bitta kichkina yangiligimiz aksiya desak ham bo'ladi. Bizning Telegramda Agramash Elite gruppamiz bor. O'sha gruppaga ulangan obunachilarimiz uchun traktorimizdan chiroyli bitta skidka qilmoqchimiz. Xohlovchilar uchun traktorni qanday olishimiz mumkin deganlarga videoning tagiga fikrlarni yozib ketinglar yoki nomerlarni yozib ketinglar. Biz o'zimiz aloqaga chiqib sizlarga lizing shartlarini, nafaqat naqd pul, lizing, pul ko'chirish, har xil usullarimiz bor. Xudo xohlasa sizlarga ma'qul keladigan usul orqali texnikani qilib beramiz. Hamma viloyatlarda markazlarimiz, ofislarimiz bor. Pastda ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilsanglar, texnikani yana ham to'liq tushuntirib, parametrlarni, boshqa joyda ishlayotgan videolar ham bor. Xudo xohlasa texnikamiz ishonchi oqlayapti. Servis xizmatlarimiz bor, garantiyalarimiz bor. Pastda ko'rsatilgan nomerga telefon qilinglar. Agramash kompaniyasi orqali texnikani xarid qilishingiz mumkin.